Hop do'stlar, qo'limdagi mahsulot grilyator deyiladi va buni ko'pchiligimiz bilamiz. Oldingi videolarda grilyatorni o'zini narxini aytdik va ko'p mijozlarning tushunmovchiligiga sabab bo'ldi. Endi esa grilyatorni sizni obyektingizga borib o'rnatilib berishi bilan birga nech pulga aylanishini aytib o'tamiz. Xo'p, undan oldin grilyator haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Grilyatorimiz 10 ga 10 bo'ladi, ichi esa 9 ga 9 bo'ladi. Balandligi 3 sm bo'ladi. Bu Xitoyda, ya'ni materiali Xitoydan keladi, tayyor krashinli bo'ladi. Atsinkovniy staldan tayyorlanadi. O materialimiz bitta yig'ilgan holati 4 kvadrat bo'ladi, ya'ni 2 metrga 2 metr bo'ladi. Hop, asosiy joyiga keldik. Bu grilyatorlarimizni 1 kvadrat narxi Toshkent shahar ichida sizni obyektingiz 50 kvadratdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, $11.80 dan ustanovka xizmati bilan birga qilib beramiz. Xavotirga o'rin yo'q. Agar sizni joyingiz 50 kvadratdan kam bo'ladigan bo'lsa ham, pastdagi nomerlar orqali biz bilan bog'laning va sizga ma'qul keladigan narxlarda ustanovka xizmatlari bilan birga topshiramiz.